Bolalar sizni uzoq kutishdi. Oxiri uxlab qolishdi. Kutsa kutar, nima? Bola kutyapti deb men ishimni tashlab kelishim kerakmi? Ishni tashlab ketsam, senlarni kim boqadi? Yo nima, o'zing boqa olasanmi? Ha. Harakat qilsam kuchim yetadi. Rizq Allohdan. Obbo, boqarmish. Ko'ramiz qanaqa eplashingni. Senga yangiligim bor. Qanaqa? Ajrashamiz. Men sudga ariza topshirdim. Nimalar deyapsiz? Nima deyapman? Xullas, ariza topshirdim-da. Sud kuni aniq bo'lishi bilan birga boramiz. Sen faqat qo'l qo'yib bersang bo'lgani. Tushunyapsanmi? Ungacha uyga kelib ketib turaman. Muammosi yo'q. Lekin mendan bundan keyin umid qilma. Tushundingmi? Sabab. Nima sabab? Ha? Ajrashishingiz uchun sabab bormi? Shuni bilsam bo'ladimi? Albatta bor. Bilasan, men seni yaxshi ko'rmayman. Sevmayman. Onamga yoqib qolgansan. Onam uchun majbur bo'lganman men sen bilan yashashga. Hozir esa meni onam yo'q. Demak, sen bilan men yashashga majbur emasman. To'g'ri, sen yomon ayol emassan. Lekin menga yoqmaysan. Meni didimga mos emassan. Tushunyapsan? Bilaman yoqmasligimni. Lekin bolalaringizchi? Bolalaringizning taqdiri nima bo'ladi, shuni o'yladingizmi? Albatta o'ylayman. Ular ham meni bolalarim. O'ylamay bo'ladimi? Mahallada yordam puli beradi, uni olasan. Keyin meni alimentim bor, aliment to'layman, uni olasan. Mana uyni sen nomingga tashlab ketaman. Mazza qilib yashaysan, u xonadan bu xonaga, bu xonadan u xonaga. Mehrchi. Mehrchi. Bolalaringizga mehrni kim beradi? Obbo. Menga qara. Meni yaxshilab eshit. Meni bolalarim buyuk bo'ladi. Mehrga zor bo'lib o'sgan bolalar tarixda buyuk bo'lishgan. Ha? Tushunyapsanmi? Ahmoq xotin, men ularning buyukligiga o'zimning hissamni qo'shmoqchiman. Kallangni ishlat. Siz hech qachon odam bo'lmaysiz. Hech qachon odam bo'lmaysiz. Ochir. Menga qanaqa yashashni o'rgatma. Qarorim qat'iy.